deb bomdod kirdi. Qizim qornini to'ydiryapman. Oyog'i shunaqa. Bitta naskasi yechilib ketadi, ba'zida ikkalasi ham yechilib ketadi. Shirin oyoqchalari. Dunyodagi eng shirin oyoqchalar. Bizimki ko'p qoldingizmi? Canım kızım. Naskisalaringizni kechqurun yechib tashladingizmi? G'ashingizga keldimi kechqurun, qizim? Qo'lingizni so'rmang. Chasmi? Qo'lingizni emas, buni so'rang. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biza bugungi kunni ham boshlab oldik. Bugungi kunim zo'rg'a uyqudan uyg'onish bilan boshlandi. Zo'rg'a o'zimga kelib oldim. Yuz-qo'llarimni zo'rg'a yuvib, keyin o'sha tahorat bo'lganimdan keyin bodri bo'ldim. Qizim ham ko'z tegmasa, mashalloh, vohli turdilar. Kayfiyatlari yaxshi. Hozircha ilohim kun oxirigacha ham yaxshi bo'lsin-a, qizim. Yaxshi bo'ladimi kayfiyatingiz? Telefonga rosa udivlyatsiya qilib qarayapti. Nimaga oyim bunga gapiryaptilar deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Xullas, shunaqa men ro'mollarimni o'rab oldim, chunki hozir darsim bo'lishi kerak va parallelni qizim bilan o'ynashim kerak. Uxlab qolsa yaxshi, darsimni tugatib olgunimcha uxlasa maza bo'lardi. Bir tomondan keyin uyg'onishi ham bor. Men darsim o'tib olib, Musfirani uxlatib o'zim ham uxlamasam vobshe bo'lmaydi. Hozir soat 9:30 bo'lgan. 10da darsim boshlanadi. 1,5-2 soat uzoq davom etadigan bo'lsa 12da tugaydi. Birdan peshin o'qib asrgacha uxlasam kerak, yana bilmadim. Menga mana shunaqa umradan tasbih kelibdi. Undan tashqari ajva xurmosi, zamzam suvi ham berib yuborishibdi. Rosa xursand bo'ldim. Voy, qizim. Mana shunaqa tasbih ekan. Menga juda ham yoqdi. Mana shunaqa rangni yaxshi ko'raman, tashnigi rangni. Mana bu yerga menimcha ism yozdirilish mo'ljallangan bo'lsa kerak. Hech narsa yozilmagan ekan deb. Приятно. Mana qizim, oling. Oling. Tomosha qilasizmi? Ali. Bolam alla, uxlab qoling alla, alla yor alla, alla yor alla, alla bolam alla. Qo'y. Sizga solasizmi pampers sizni? Böyle kızım. Turmush o'rtog'im shtativ olib berdilar. Videolar qilishga qiziqayotganim uchun. Agar
подписчиkingizni soni 5000 ga yetsa, sizga iPhone 7 olib beraman, xohlaganingizdan dedi desam, bo'larmisiz? Afsuski bunaqa demadilar. Lekin siz подписка bo'lavering, men xursand bo'laman. Uyda bor sumkalarim ular bo'lmasin deb ularni to'g'radim, yog'ladim, tuzladim, pripravkalarni sepdim. Ovozim qanaqa eshitilyapti videoda? Sizga qizimni ham uxlatib oldim. Kech bo'lishiga qaramasdan shtativ olganimdan ilhomlarim shu videoni oldi. Like bossangiz juda ham xursand bo'laman. Rahmat. Turmush o'rtog'im. Keling kuzim, keling, ozgina qoldi. Ozgina qoldi qizim. Voy, jonim kuzim. Noski chizikamiz. Birinchi noskini kiyish kerak. Shunda ozroq kiyintiraman sizni. Kuzim. Askichalar yarashib qolsa-de mana qizimga. Shtonchasini kiydiramiz. Shu videoyimni вообще просмотры uncha ko'p emas. Anaqada ko'p, lekin Instagramda нормальный. Chunki Instagramni ham yangi ochdim-ku. YouTube o'zi qariydi-da. Videozni o'zi ko'rib chiqadi. Ketdi ko'zimizni pastga tushdi. Mana nimalarni o'qishim kerak? O'zi bilasiz. Твой телефон тоже нужен тебе? Да. Почему ты оставил? Hidlaridan qizim. Biz bozorga chiqib ketyapmiz. Adasi bilan qizim tushib ketdilar. Mamam bu sumkani olib oldim. Biletini olib oldim. Hozir oyoq kiyimimni kiyaman va tushib ketaman. Voy, ko'chada yomg'ir yog'yapti. Shunaqangi havo mazza, xudo xolisa mazza qilib aylanib havoda kelamiz bozorlik bahonasida. Svetni o'chiramiz. Orada tuflab tashlayapti. Shunaqa. Mazza qilaman havoga. Biz turmush o'rtog'imsiz yurib turibmiz, chunki ular velosipedlari bor, elektronik. Mana shunda boradilar. Yuklarimiz ko'p bo'lib ketadi. Bozorga qilganimizda kolyaskaga sig'maydi. Shuning uchun ham ularni qoldirib o'zimiz ketamiz. Biz Korzinkaga ham keldik. Bizlar bor ekan, skidka qilib qo'yibdi. Lekin skidkada narxi menimcha qimmat. Men bu bizlardan chiroyli-da, lekin 169 so'm. Menimcha qimmat.
проводил года за обувью от бренда Silver. 8 февраля при покупке упаковки. O'lgan-ku. Мне кажется, что он умер. Nima qilyapti? Uxlayaptimi? Shunaqa uxlaydi. Грейпфрут Golden Сироп, Earl Grey Fantasy и Flying Dragon 25 пакетиков. Вторая в подарок. Uxlab qoldi. Sabzavotligimizni chiqdik. Hozir endi uyga ketamiz. Larimni ko'rsatadigan bo'lsam, mana bunaqa qog'oz duxovka uchun. Pomidor, fanta, ham hozir ichkim kelyapti fanta. Adasi, fanta qo'yib beraymi? Будешь? Нет? Ладно. Маза прям такое, что надо. Там много петучего макарон. Грудинка. Shunaqa fettuccine qilmoqchiman. Hozir kechki bu доброе утро qaymoq. 2 ta limon. Gel. Mana shu feri gelidan boshqa gellarda idishganimda qo'lim yomon bo'lib ketadi. Men bir marta qo'limni sredstvoda buzib olganman. Shundan beri hamma narsaga qo'lim g'alati bo'ladigan bo'lib qolgan. Faqat mana shu gel yaxshi turadi. Unda ham ba'zida perchatka bilan yuvishimga to'g'ri keladi hattoki. Limonlarimizni xazinaga solamiz. Mana bunaqa smetana. Chuchvara kattasidan bu bizga ancha ketadi 1 kilolik. Bir fileka tuxum. Limonga. Hop. Oxirgi narsa bo'lsa asosamiz. Eng kerakli yangi narsa bor ekan do'stlar. Shunaqa ko'rsatilgan parashutga ishlaydi. Piyoz. Ikkita bunaqa mishokda kartoshka. Dona kartoshkalarni balkonga olib chiqib qo'yasizmi? Bunaqa maslo и сыр. Xo'sh, keyingi paketimiz. Voy, mana bu. Быстро надо. Вместе все быстро. Макарон. Масло цветной макарон. Bodring. Eng kerakli narsa choynilarim, qozonlarim yechim kerak edi. Bunaqa azilit.
kiloli qurutqachlik, yana piyoz ko'patmasdan va 2 xil rangdagi sabzi osh uchun. Erkatoy qizim mana, shirintoy qizim mana, nay, jonim qizim, burim qizim. Ay saqlamanda sizni bag'rimga bossam, ichim to'ladida qizim sizni bag'rimga bossam. Men ishlarni yuvishim kerak, qizim. Ovqat qilishim kerak. Oyisi qonnisi ochib ketdi. Sizga aytuvdi-yu, yig'ladingiz-ku. Meniki ham shuna qochdi-da bolam. Hitlaringizdan shirinim. Hitlaringizdan shirinim mana. Mana shu oyoqchalaringizni o'ynab turing bolam. Shu oyoqchalaringizni o'yin qilib turing. Qildirasiz-a, aqlliga. Voy. Birinchi o'rinda ovqat qilishdan boshlayman shu. Ovqatim pishguncha keyin boshqa ishlarimni qilsam bo'ladi. Hozir qizimni ham uxlatib oldim. Turmush o'rtog'im ham bozorlik qilib kelganimizdan keyin charchab ketgan ekanlar, uxlab oldilar. Ya'ni uxlab qoldilar. Qizim bilmadim uyg'onadimi yoki ketki uyqusiga ketdimi. Soat 12:30 bo'ldi hozir. Hamma dinada ayol kishi tinmaydi. Men ovqat qilishim kerak. Чтобы ertaga qornim ochib qolmasligi uchun. Xuftonimni ham o'qib olishim kerak. Mana yana bugun ham darsimga o'sha kuchim qolmadi. Xudo xolasa o'zimga o'zim va'da beraman, ertaga 2 soat dars qilaman обязательно. Hozir ovqatimni qilib, keyin xuftonimni o'qib uxlayman. Hozir ovqat qilishga tushdim. O'zi oson ovqat, lekin charchaganim uchun qanaqadir qiyin tuyulyapti menga hozir shu ishim. Xo'sh, mutlaqo ayol kishilik baribir charchagan bo'lsangiz, shartda yotib uxlab olmaysiz. Farzandingizga qaraysiz. Hech alhamdulillah turmush o'rtog'im charchab ketgan paytlarim tushunadilar. Shuning uchun men ham ularni charchab ketgan paytlari tushunaman. Charchab ketgan bo'lsam, kechqurun masalan qizim uxlamaydigan paytlar bo'ladi. Kecha qanday ham shunaqa bo'ldi. Ertasiga ishga boshlari kerak erta turib, lekin o'zim kuchim qolmadi. Qizim 2 da ham uxlamayman deb kuchli, ya'ni g'ayrat bilan harakatchan bo'lib turdi. Uyqusi yo'qligi uchun o'zim ham charchab ketdim. Yer bilan uyg'otib, keyin bolangizga qarang dedim-da, o'zim shartta uxladim. Qarab berdilar, keyin 3:30da qarasam hali ham uxlamagan ekan qizim. Shuning uchun o'zim yordamlashdim, lekin shunaqa paytlarda menga tushunib yordam beradilar. Kunduzi ham masalan bular uyda bo'lgan paytlari qancha uxlasam ham menga ko'p uxladingiz deb gapirmaydilar. Alhamdulillah, ko'zlarda emasin. Shunaqa o'zi aytishadi deb, xotinni qanaqaligi, biriga mehr muhabbat qanaqa, o'zi insonni qanaqaligini shu farzandli bo'lgandan keyin bilasan degan gap bor-da. Mana shu gap rostdan ham to'g'riligini men rostdan farzandli bo'lganimdan keyin bildim. Suv qo'yib qo'yib makaronlarni qayratdim. Shunaqa gaplar. Dissertatsiya ishini yozmasam bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib har kuni azginadan qolib ketaversa, oxiri o'sha topshiradigan kunimiz yetganda juda katta afsuslanib qolishim mumkin. Shuning uchun hech narsaga qaramasdan o'sha darsimni qilishim kerak. O'zi bitta gap bor-da. Bunaqa deyishadi. Ilm olish uchun ba'zi narsalarga ko'z yumish kerak. Masalan, juda ham uyingiz bardak bo'lsa, lekin darsiz bo'lsa, endi juda ham bardak emas, uyingiz sal tozalanishi kerak bo'lsa, lekin darsiz bo'lsa,
mana shu uyingizni tozamasligiga ko'zingizni yumib, keyin darsingizni qilib uni qilaverasiz. O'shaning uchun ham ozgina mana shunaqa ishlarga ko'z yumib turish kerak deyishadi. Qizim uyg'onvoydilar. Qizim uyg'onvoydi. Ovqat qilishda davom etaman qizimni oldimga olib. Grudim ham pishdi. Endi unga piyozni solamiz. Mana shunaqa fettuccine makaronini qaynatamiz. Bu eskisi, ya'ni oldingi safargisi. Bir donami, 2 dona qolgan. Buni qaynatamiz. Rangini ham albatta olamiz. Qarang, ochib qo'ydim. Mayli. Hozir uyqusiragan holatimda shunaqa ochganim uchun shunaqa bo'ladi ko'rinishi. Menimcha hamma biladi, bilmadim, lekin hamma bilgan narsani ham aytib ketaman. O'zi vloglarda ko'p blogerlar bilsa ham aytib ketadi. Bilmagan kimdir bo'lsa-chi. To'g'ri, men hali u darajada emasman, ya'ni judayam katta pichkim yo'q. Lekin baribir. Hozir bir narsa o'yladim. Men buni bunga solib qo'yaman. Chunki buni qaychida tekis kesganman-da, shuning uchun shunaqa qilaman. Qattiq chaqmoq chaqdi hozir. Qo'rqib ketdim, nima bo'ldi ekan debman. Qizim lekin qo'rqmadi. Ужас. Hozir birdan qattiq chaqmoqcha chaqib tashladi-da, shunaqa yomg'ir yog'yapti. Mancha do'l yog'yapti shekilli, katta-katta-da rosa ham. Mana ham katta. Do'l bo'lsa kerak. Bu yerda makaronim qaynayapti va orqada qizim yig'lab qoldi yana. Ovqatga mana shunaqa ozgina sirni ham cho'rkadan chiqarib ustiga sepib qo'yishim kerak, lekin hozir qizimni uyqusi kelib turgani uchun uni uxlataman. Shuning uchun ham buni ertaga sepaman. Yoki bo'lmasam cho'rkadan chiqarib qo'ysam, isitayotganda mikrovolnovkaga solishdan oldin ustiga sepib qo'ysam, o'zi mikrovolnovkada erib chiqadi. Yoki bunaqa qilsa ham bo'ladi. Xullas, meni ovqatim pishdi. Shunaqa qilib bugungi kunim o'z nihoyasiga yetdi. Ovqatimni pishirdim, surasu qizimni uxlatdim, ovqatlandim. Endi xudo xolasa men ham uxlasam bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kommentariy yozsanglar, podpiska bo'lsanglar juda ham xursand bo'laman.